Akalar qishki kunida qo'ylarimiz oyoq yomon bo'lib ketyapti. Hech bo'lib siveryapti. O'shanga hozir qurilishda yo'llarni ko'rsatamiz. Bir marta like bosib, obuna bo'lib turgan akalaringlar qo'ylar tagida cho'tka qilib turgan joylarni ko'rsatamiz. Nima endi bu? Aka, mas aytdimi, oyoqlar o'rib qo'ygan aytdi-ku. O'shalarda bir tog'larga go'ngcha ochiblarni oyoqlar yaxshi turadi, o'rmaydi. Quruq go'ng. Hamma quruq go'ng bor. Shunda bir tog'ra yengil chachib qo'ygan odamlar qo'ylar oyoq yaxshi turadi. Xolos effekt bo'ladi. Mana oyoq issiq bo'lib yaxshi yotaveradi qo'y. Qanchada qilish kerak endi buni? O'sha bir kunda bir marta yengil chachib turaverish kerak. Issiq turadi oyoq, o'rib qolmaydi qishki kunida. O'sha bir marta like bosib qo'yinglar. Ko'rsataveramiz yana. Mana aytib o'tganlarda quruq go'ngni xolos chachyaptilar. Effekt ancha bilinadi. Xolos kanalga obuna bo'lib tursangiz, bundan da foydali videolar chiqarishni davom etaveramiz.